ortda qolgan yil milliy jamoamiz uchun necha baholi, qanday yil bo'ldi? 10dan 10. 10dan 10 mi hatto? 10dan 10 jahon chempionati yo'llanma oldi. O'yinlar, yig'inlar, nima deyish mumkin? murabbiylar. Bitta narsani to'g'rilab ketay. Levchenko emas ekan. Yo'q, Levchenkani o'sha eng yaxshi murabbiy sovrinini berib bo'lgan ekan, ketishini hisobga olib turib berishgan ekan. Ha. Shu chiqayotgan ekan. Menimcha futbolchilar Endi bo'lsa kerak ular. Chiqmasa kerak. Chiqsa chiqdi, ko'ramiz. Xayrligi sizchi? Ortda qolgan yil milliy jamoamiz uchun qanaqa chizgi bergan bo'lardingiz? Qanaqa o'tdi? Milliy jamoamiz chempionatga chiqdik-ku. Eng zo'r yil. Eng zo'r yil. Shubhasiz. Qisqasi shu. Xo'p, Yevrofutbolga o'tamiz. Qura bor o'rtoqlar. 5-jahon chempionatiga chiqib, mayli Kapadze bilan bo'ladi, Cannavaro bilan bo'ladi, farqi yo'q. Hali o'ynamasdan turib chiqqan jamoani yutish xarakterini ko'rsatish boshlanar ekanda, o'zi birdan o'sib qolar ekan. Mentalitet paydo bo'ladi. Bittasi hazillashib aytdi-yu, bildik, nimaga jahon chempionatiga chiqarmay yurar ekan, bu urib yurar ekan, hammani dedi. Misr buni qilib tashadi, Eron bilan ham bemalol o'yin tomonlama birinchi bo'lim ishlashib bermadi-da. Anaqada bor-ku, matritsada esinglardami? Neo anaqa qiladi-yu, stop deydi-yu. Bu o'sha jarayon boshqa darajaga chiqqan bo'ladi-yu. Shunaqada o'sha hamma narsa to'xtatib qo'yadi. O'sha anaqada Annahyon stadionida stop dedi o'sha payt. O'zbekiston. Butun O'zbekiston futboli shunda raqibga qarab to'xta. Eronmi deydi? Stop dedi. O'qlar ting mayda qotib qoldi-da. Qaradi, o'qlar tur tushib ketdi. O'sha shunaqa jarayon ekan-da endi. Bundan yaxshi o'xshatish topaman. O'sha Urugvay bilan ham to'liq o'ynasa zo'r bo'lar ekan deb qo'ydim bor-ku. Bari ko'pchilik o'ynagan. To'liq tarkib bilan. Bunga sabablardan bu yo'l oson bo'lmadi. To'g'ri. Bu yil o'lib ketdik-ku deydi. Bu Nevchku 24 yil qiynalgan bo'lsa, biz 34 yil qiynaldik. Oson bo'lmadi. Va boshda qiynalishimizni bilmovdik. Bu men hamma shu tarkibdagi futbolchilarga, o'zlariga ham, otasiga ham rahmat aytaman. Murabbiylarga ham, Katanisga ham, Kapadzega, bobolariga ham, to'g'risi hammasiga rahmat. Lekin bu faqat ularning mehnati emas. Men boya Qosim bilan qo'ydim, ko'rdingizmi? Ahmedov. Odil Ahmedov. Ularning o'sha birinchi terma jamoamiz, hozir aytaman, kim degan futbolchilar ham o'ynaydi. Qo'qon 1912 dan boshlayvering. Ularning ham anaqa yo'q. Muskamandami? Yo'q. 90-nechinchi yilda Paxtakor stadionida 93-yildami bo'ldi. Rustam Abdullayevlar birinchi golni Shikviri urganmi, Abdullayevmi degan bitta ixtilofli masala bor-ku. Mustaqillik kubogimi? Ya, ishqilib o'sha birinchi o'yinlar bor-ku, 98-yilgi jahon chempionati saralashlari. O'shalardan boshlab devoriga peshonamizni urib, bu yoqda qancha avlod o'tib ketdi. Qosimovlar avlodi, undan oldin ham Magomedovlar, anaqalar avlod, Shikvirinlar, undan keyin Qosimov. Bir ikkita otaxonlar bor-ku, sen ko'rasan bolam. Shunaqa qilib hammasining mehnati bor. Jamol aka, Shershov, Nazarovlar o'tib ketishdi hayotdan. Hammasi Mahmud Rahimov o'tib ketdi hayotdan. Bu hammaning enilev, hamma lekin to'lagan aka ko'rib ketdilar. Murabbiylarning xizmati boshqasi, ularning xatolari ham xizmatida. Shuning uchun bu o'z-o'zidan bo'lgan yo'q. Eng katta yutug'imiz o'sha biz baribir Yevropaga top futbolchilar chiqara oldik. Ya'ni top futbolchi chiqara oldikda. Xudo rahmatli Davlat akaning bir gapi bor edi. O'sha Yoshlar kanalining xayrilla guvoh 2000-yilmidi? 2000 yil edi, Yevropa futbolni berish boshlaganmiz. Haftada bittami, ikkita dushanba kuni berilardi. U yakshanba kungi o'yinlardan bittasini olinardi-da, u tuga bo'lgan bir kun avvalgina o'yinni berilardi. O'zi televizorda u paytda 2-3 ta kanal ko'rsatardi. Shuni berardik, bir kun keyin Chempionlar Ligasida eng yaxshi o'yinlardan orasidan bittasini tanlab chorshanba, payshanba kunlar beriladi. Shuni Davlat aka rahmatli boshlagan endi. Yoshlar kanalida men xayrilla sharhga endi kirib kelgan payti shunda menga bir marta aytgan, Jamol degan, mana shu ko'rasan bir kun anaqani beradi degan. Ya'ni o'sha payt Shevchenko, Ronaldo birinchi raqamda. Seriya. Umuman O'zbekistonda eng anaqa Shevchenko, Milanda gullab yotgan paytida.
United, Arsenal. United, Arsenal. O'shanda aytgan bir kun shu mevasini beradi degan. Mana shu futbollarni ko'rayotgan bolalar degan, shu Yevropada o'ynaydi. Eldorlar o'shani. Eldorlar. Endi Abduqodir keyinrog'mi? O'sha gap hozir faqat o'sha birinchi berilgan futbollar demoqchi emasman. Biz baribir tushunib yetdikki, biz futbolchi haqiqatan ham jahon darajasida top futbolchilar yetishtirib chiqamiz. Keyin natija bo'ladi. Avvaliga bitta sekin-sekin futbolchilarimiz chiqdi. Masalan, o'shanga loyiq bo'lamiz. Top ligalarda futbolchilarimiz o'ynashni boshladi. Bizning futbolchilarda qanaqadir u sheriklariga yuqdi bu narsa, ishonch paydo bo'ldi. Bo'lar ekan degan gap bo'ldi. Eng zo'r futbolchimiz Rossiyada bo'lishi kifoya qilmadi. Haqiqatan Rossiyada bo'lishi, Rossiyalar o'zlariniki hattoki futbol ham. Ukrainada bitta futbolchimiz yurishi, Chempionlar Ligasida gollar urishi bo'lmadi. Baribir biz avlod yetishtirib chiqardik-da. Baribir gap bitta Eldorning top ligada, Abduqodir top ligada sheriklarning ham topmi, masalan, nimagadir ishonchim komilda, masalan shu Eldorga berilgan ishonch, Abduqodirga berilgan ishonch, masalan Jaloliddin Masharifga berilganda qaysidir jamoada top ligada o'sha payt u ham o'ynab ketardi. O'sha Ostonga berilsa, u ham o'ynab ketardi. Aliqulov, Husniddin Aliqulov ham o'ynab ketadi. Nimagadir shunaqa. Mana sanaylik, masalan, hozir biz uncha ana qilmayapmiz, lekin dahshatda hozir Turkiya Super Ligasida 3 ta futbolchimiz bor. Turkiya Super Ligasida 3 ta futbolchimiz bor. APLda bitta futbolchimiz bor-da. Eronda mayli nechta? Rossiya tushib qoldi-da. Hozir Rossiya futbolida pasayish bor. Lekin agar o'sha avvalgi darajasida bo'lganda Rossiya, hozir Rossiya chempionatida bir nechta futbolchimiz bo'lardi. Nimagadir ishonchim komilda. Shular oqibatida biz chiqdik-da, o'sha Neoga o'xshab stop deyish uchun o film oxirida stop deydi-da Neo. O boshidan ko'radiganini ko'rib keladi o'sha joygacha. Qancha kaltayib. Xuddi o'sha bo'ldi-da, mana shu 34 yil shu daraja keldi, oxirida stop dedi mana. Gol bo'ldi. Neo gol bo'ldi. Kim urdi? Leroy Sané, Galatasaray hisob ochibdi. Fener stadionida nechinchi daqiqa? 29. Iloyim Galatasaray 29. Oxirgi goli bo'lsin, 3 ta gol o'tkazib yuborsin. Nega sizlar teskarimi? Men Fenerbahçe, Emre'ning davridan beri. Kecha haligi bir tomonni qirg'in qilib yotgan mamlakatga yordam beradigan kompaniya chiqib bularga homiylikka Galatasaray Fener ham qabul qildi deb o'sha homiylikka. Beşiktaş bilan Trabzon kerak emas menga. Ha bo'ldi. Trabzon bo'lsin, Beşiktaş bo'lsin. Beşiktaş bilan Trabzon Hamchi Beshik shaharga taklif ham bo'lmagan. Mana shu aniqda. Haligi mashhur Superliga voqeasi bo'lgan-ku. Peresda Superliga qilamiz degan. O'shanda hamma o'zini olib qochgan-ku, Angliya klublar. Biz chiqdik. Sevilla biz bormaymiz degan-ku. Bizni sahifa ham yomon qiladi deb o'yladim. Bizni aralashtirmaylar dedi. Hech kim yo'q u jamoada. Hech kim so'ramagan. Twitterda bitta zo'r o'xshatish qiladi shuni. Sevillani bor-ku. Hind filmidan parcha keltiradi. O'qidingizmi? Yo'q. Hind filmida bitta qizni juda haqoratlab tashlashardi endi. Eri o'lmaganini bilishmaydi, bu uyda. Butun xalq endi anu sazoyi qiladi. Sazoyi qilsa bitta chiyo boshqa bitta cholib turib, haligi birovdan qolgan kerak emas deydi. O'zi Dil degan kino-ku. Men ko'rdim. O'sha odam ko'rmadingiz, qachon ko'rgansiz buni? Shuni yozgan. Ha, men chiroyli misol ekanini eslab qoldim. O'zi yo'q, chiroyli shans yo'q unda o'zi umuman bor-ku. Juda yomon ahvolda ham shans yo'q. O'zi gapirib qolar ekan. To'g'ri. Zo'r topgan ekan. Chiroyli qiz deb bosh qahramonli. Endi u hali uydan haydaldi, boshqa bo'ldi, muammolar bilan ko'chada bir anaqa parishon xotir ketyapti, hamma o'rib olgan. Haloyiq bilasku kitladi masofkada kimlar bo'ladi. Chiroyli qiz. Hamma gapirib tursa, tishi yo'q, chol. Bizga birovdan qolgan sarqit kerak emas deydi. Qaramagan ham. Yo'q.
U ro'yxatda yo'q o'zi. U pastida ham yo'q. Qiz etagiga yaqin kelolmaydi o'zida. O'zi zo'r o'xshatibdi lekin. O'sha kinoni ta'riflaganda Sevillani misol qilib kelsangiz, unga ham tushiradi, bir biriga tushadi. Zo'r o'xshatibdi lekin. U rosa zo'r kino, romantik. Sizlar taniydigan odam o'xshatgan. Mantiq bo'yicha O'zbekistonda birinchi raqam. Ha, filmdan Bobur bilan Qahramonlarga ko'radilar-yu, ha, ikkalamiz bu masalada. Ikkalamiz bu masalada. Kimda baribir qusur bo'ladi-da. Qancha kino ko'radi deb bular. qahramonga. Yo'q, Boburga ham bu. Sanjar ham ko'rardi shu. Sanjar ham ko'rardi. Ben shu narsa bir kam dunyoligini bildiradi. Uchalasi. Hamma narsa ideal bo'lishi mumkin. Nimasi bir kam buni? Qadridir nimadir. Bizni kimdir tirnoq tishlaydi. Men aniq. Kazar qilibdi. Qo'lni tirnog'ini etmadim. Kimdir kekirib o'tiradi. Hammani oldida. To'g'ri bir qusur deydi. Ya u kekirib o'tiradigan odamdan boshqa jihatlari zo'r bo'lmasa kerak. Yo'q, biz kino ko'rmaymiz. Biz oldin ko'rganmiz. Shuni eslab o'tiramiz. 3 kishi shunaqamiz. Bolaligimizda ko'rgan sizlar yaxshi podkast qilishingiz mumkin. Qancha. Ya bitta chiqadi, boshqa chiqmaydi-ku. Dil bo'ladi. Bir dona bo'ladi.